Assalomu alaykum azizlarim. Biz Brooklyn shahri Sheepshead Bay'damiz. Bugun inshaalloh yana bitta uy to'yi bo'ladi. Mana bu ajoyib mahallada, mana bu ajoyib koshonani bitta vatandoshimiz olyaptilar. 2000 square footdan katta 4 ta xona, 2,5 ta vannasi bor. Mana Belt Parkway'da ovozi eshitilyapti. Uni naryoqda Emmons Avenue, hamma restoranlar bor. Mana orqamizdagi Elementary School ham juda ham yaqin, e'tibor beringlar. Qolgan maktablari ham yarim mayldan juda ham yaqinroq. Aka, tabriklaymiz. Uy muborak bo'lsin. Buyursin. Yaxshi kunlarga Xudo xolasa to'ylar bo'lsin. Sog' bo'ling. Qanday bo'ldi proses? Juda ham yaxshi. Hammasi uchun rahmat. Hammasini o'zlaringiz qilib berdilaringiz. Mortgage hammasi uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Ishonchli. Bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Rahmat sizga. Quruq kelmadik, va'da qilganingizda mana telefon sizga sovg'a. Rahmat. Angrenga jo'nataverasiz Xudo xolasa. Rahmat Shahnoz opa. Tabriklaymiz. Rahmat. Xo'p, katta rahmat. Brooklynni o'rtasidan sentrdan Yaxshi joydan. 1 millionga yaqin uy olish juda ham baxt. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Allohim sizga shu uy omad olib kelsin. Bundan ham Aytganingiz kelsin. baland. Rahmat. Katta rahmat. Azizlar, sizlar agar Brooklynda ishlaringiz bo'lsa, doim haftada 5 kun Brooklynda ishlasalaring, iloji yo'q, Brooklyndan uy olish kerak. Bizga yaxshi joylar Marine Park, Sheepshead Bay, sal teparoqqa bo'lsak Mill Basin yoki Bay Parkway, telefon qilinglar, hamma uylar bizda. Ishlarga omad. Kurmancı her agule, kurmancı her agule, o arabamın kurmancı her agule.